Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Bugun bizda so'raganinglar deb kommentariyalarda so'ralgan Lisa, ya'ni K-pop qirolichasi va Tailand malikasi Lisani obrazini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib makiyaj qilib ketdi. Birinchi bo'lib tush suramiz. Keyin esa chenlardan Lisa doim yorqin chen ishlatgani uchun yorqin chiroyli qilib chen suramiz. Lisani ham ko'zlari chiroyli. Shuning uchun oq qalamdan foydalanamiz. Oq qalam doim ko'zlarni chiroyli ko'rsatib beradi. Keyin esa yonoqlar uchun Lisani yonoqlari pushti bo'lgani uchun yonoqlarga pushti rumyon suramiz. Keyin esa lablarga ya'ni duduqlar o'tamiz. Lisani ko'pincha holatda qip-qizil labda ko'raman. Unga juda ham yarashadi. Sizlar Lisani yaxshi ko'rsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa soch turmak tanlaymiz. Men ko'pincha Lisani qora sochda to'g'ri chizilgan sochda ko'raman, yo'q qora sochi unga juda ham yarashadi. Endi kiyim tanlaymiz. To'g'ri, bu rasmdagi kiyimdan topolmayman. Shuning uchun Lisani kiyimlariga o'xshash kiyimlardan topishga harakat qildim. O'zim yaxshi ko'rgan va Lisa uchun mos tushadigan kiyimlarni topdim. Endi oyoq kiyimlarga o'tamiz. Oyoq kiyimlardan Lisa krossovka juda ham yarashgani uchun men krossovka tanladim. Qora krossovka mana bu kiyimimizga ham tushadi. Endi stilimizga uni qo'shaymi dedim, lekin shu holgacha chiroyli turibdi. Voila, Lisani stili tayyor. Yoqqan bo'lsa like, podpiska ayamanglar. Rahmat.